Al-Kindi musulmon dunyosining birinchi kriptografi, ammo u shunchaki kod yechuvchi emas edi. U aqlni, tafakkurni, hatto ongni shifrlash ustida ish olib borgan. Nega? Al-Kindi o'z asarlarida tafakkurni shifrlash, ya'ni fikrni ko'rinmas shaklga aylantirish g'oyasini ilgari surgan. U yozgan muammo yechimi risolasi bugungi kriptografiyaning asosi hisoblanadi. Harf chastotasi bo'yicha kodlarni ochgan ilk mutafakkir ham aynan u edi. Al-Kindi tafakkurni ma'lumotlar qatori sifatida tahlil qilgan. U fikrlarning strukturasini matematik shaklda tasvirlagan. 9-asrda yashagan Al-Kindi faylasuf, matematik, musiqa nazariyotchisi va shifrlovchi. Uni arablar Aristoteli deb atashgan. U inson tafakkuri ong osti qatlamlariga ham kirib boradi deb hisoblagan. Bu fikr zamonaviy kognitiv fanlarga asos bo'la oladimi? Bugungi sun'iy intellektlar ham aynan tafakkurni tahlil qiladi. Al-Kindining kodlash usuli zamonaviy algoritmlar bilan o'xshashmi? Al-Kindi tafakkurni faqat anglamadi, uni tuzdi, kodladi va yashirdi. Endi bu kodni yechish bizning navbatimiz. Batafsil ma'lumot va havolalar faqat bizning Telegram kanalimizda.